Sizlar bilan yana kelir obunachilar. Bugungi videomizda biz ajoyib qo'rqinchli horror o'ynaymiz. Bu horror juda ham boshqalardan ko'ra farq qiladi. Men bu horrorga juda ham big creeper va big zombi va big skeletlarni ham qo'shganman. Bu juda ham qo'rqinchli. Sizlar esa videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Tezda 120 marta bo'lishimiz kerak do'stlar. Sizlar faqat meni qoniqtirmayapsizlar. Bitta videoga bitta obunachi kelyapti do'stlar. Juda ham ayanchli. Bitta video qilyapman, bitta obunachi. Shuncha mehnatga faqat bitta obunachi kelsa arzimaydi do'stlar. Faqat sizlar bitta videoga hatto 3 ta obunachi kelsa ham zo'r ish bo'lardi. Shuncha prosmotr qilyapsizlar, 100 tadan oshiq ko'rilyapti, lekin bitta obunachi kelyapti do'stlar. Bitta videoga bitta obunachi, bitta videoga bitta obunachi. Juda ham video chiqargan ham kelmay qolyapti. Shu bitta videoga bitta obunachi. Prosmotrni oshiringlar demayapman ko'pchilik videolarda. Kam qilinglar mayli deyapman, lekin obunachi bitta kelsa bo'lmaydi-da do'stlar. Bitta obunachi kelsa bo'lmaydi-da. Shuning uchun ko'proq obunachi to'plashga harakat qilaman. Streamni ham boshlayapman. Faqat ancha bor. Chunki bu Ramazon oyida chiqara olmayman streamlarda, chunki to'liq video, oddiy videolar chiqaraman. Stream qilgani vaqt kerak va bitta joyda o'tirish kerak, gapirib. Do'stlar, shunga harakat qilish kerak, lekin stream Ramazon oyini tugatganimizda stream xudo xolasa bo'ladi. Xo'p, hozir bu yerda biz verstak va tappa yozib olishimiz kerak. Tun tushishini kutmasdan qishloq topib olishimiz kerak do'stlar. Tun tushishini kutmasdan qishloq, ya'ni bizni o'ldirgani g'alati klon ajoyib maxluqlar. Xullas kulib turadi, lekin ursa biz o'lamiz. Bitta urishga o'lamiz do'stlar. Bitta urishga o'lamiz. Agar bitta urishga o'lamiz, yo'q bo'lamiz. Hozir ovqat muammosini o'ylash kerak. Bizda ovqat yo'q. Ovqat desam aytdi, ovqat bor ekan. Sip o'ldirdik. Go'shtni yayimiz, go'shtini. Yarimta to'ldi xolos. Botib qolmasak bo'ldi. Botib qolmasak do'stlar, botib qolmasak bo'ldi. Hozir endi biz bitta kirka yasalashimiz kerak. Va bitta chop va verstak bo'ldi. Sekinasta tushib olamiz. Jonimiz ketmasa bo'ldi do'stlar. Sekinasta tushib olamiz. Sizlar esa videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p. Bu yerda suv. Skeletning ovozi eshitilyapti. Do'stlar. Ovqat muammosini o'ylash kerak. Bitta kirka bo'ldi. Buni qazib olib ketamiz. Do'stlar. Xo'p, endi nima qilamiz? Ovqat muammo bo'lyapti hozir bizga. Ovqat topish kerak do'stlar, ovqat. Qorga botib qolmasak ham bo'ldi. Ya'ni oldimizda to'rtburchak qorlar bo'ladi-yu, o'ta botib ketadigan. Shunaqa qor chiqib qolmasa bo'ldi. O'lamiz botib. Chiqishning ilojisi ham bo'lmasa kerak bunaqa qorda. Imkoniyat tosh va tosh topdik. Tosh topildi. Shum o'lib qolmay yaxshi. Endi borish kerak o'sha yoqqa. Juda ham qiyin bo'lyapti. Nimagadir bu vijvani qolgan horrorlarga qaraganda. Xo'p, buni olamiz, tosh olishga tezlik kuchayib olishimiz kerak. Tun tushganda vahimali bo'lsa kerak. Chunki bu yoqdan zombilar, ya'ni katta zombi big yoki bu horror, bu qo'rqinchli maxluq chiqib qolishi mumkin. Shunga xavotirdaman do'stlar. Sizlar esa maksimalni podeshka qilinglar. Bitta videoda 3 ta obunachi kelsa juda ham zo'r ish bo'lardi. Shuning uchun bitta videoga 3 ta obunachi to'playmiz do'stlar. Tezda harakat qilamiz. Bu videoni prosmotrini ham bomba qilamiz.
200 tadan oshiringlar bu videoni prosmotrini. 200 tadan juda ham zo'r ish bo'lardi. 200 tadan oshirganlaringda sizlarga ishonaman do'stlar. Hop, hozir bu toshlarni qazib olamiz. Hop, bu yoqqa qazib olamiz. Bo'ldi. Hop, bu yerda qora ayiqlar. Hop, nima qilamiz hozir bu yerda? Mana bu tarafga o'tsak, mana shu taraf bo'sh o'xshayapti. Shu tarafga boramiz do'stlar. Kengroq taraflar yoqadi. Menga o'rmon joylari emas, keng joylar yoqadi. Shu yoqda bo'lsa ajab emas. Ovqat topib qolsak ham zo'r ish bo'lardi. Ovqat kerak biz. Shu ovqat muammosi juda ham ko'p. Hozir biz yarmimiz och qolgan do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsalaring kerak. 4 tasi ketdi. Xo'p, 4 ta qorni ochligimiz ketdi. Shuni deylarni bilmadim, lekin ovqat qidirishimiz kerak. Bitta qo'y chiqib bo'lsa ham zo'r ish bo'lardi. Bir kenglik qishloq ham chiqib qolsa zo'r ish bo'lardi. Ajoyib ekan, lekin yoqmadi. Xo'p, shag'allar, bu yerda kenglik, bu yerda qishloq chiqib qolsa quyon. Bolasini kerak yo'q menga. Juda ham tezda bu narsa, bu jonivorlar ham tez. Chuqurga tushib ketmasak bo'ldi. Yo'q, jonimiz chekdi, shuncha chekib yubordi jonimizni. Ovqat muammosini hal qilamiz do'stlar. Tez ovqat muammosini hal qilish kerak. Hozir o'lamiz do'stlar. Voy, aytdim-ku, shu narsa chiqib qolmasa o'lamiz, shu narsa chiqsa o'lamiz deb. Muzladi, yuragimiz muzladi do'stlar. O'lamiz, shu narsa bekor chiqdi-da. Shu narsa bekor chiqdi-da do'stlar. Shu narsa bekor chiqdi-da. Shu narsa bekor chiqdi-da do'stlar. Shu narsa bekor chiqdi. Sapga tegdi. O'lishimizga jicha qoldi. O'lishimizga jicha qoldi. Garchi o'rmon tarafdan yuraveramiz bizga. Shu taraf qulay ekan. O'lib ketishimizga jicha qoldi. O'lishimizga jicha qoldi. Ozgincha qoldi o'lib ketishimizga. Xo'p, endi hozir biz ovqat shu o'rmonda bo'lish kerak. Ovqat meva bo'lish kerak edi, lekin meva chiqmayapti. Meva bo'lish kerak do'stlar, lekin meva chiqmayapti umuman. Qishloq ham chiqmayapti do'stlar, qishloq. Jonimiz o'zi yarim. O'lib qolishimizga bitta sakrashimiz ham bizning o'lib qolishimizga yordam beradi. O'lib qolsak endi boshdan boshlaymiz do'stlar. Xo'p, daraxtlar orasidan asta shu yerdan sakrashim kerak. O'ldik do'stlar, o'ldik. Bo'ldi, yana boshdan boshlaymiz do'stlar, yana yuramiz. Shunday qilib yuramiz, endi shunday qilib yana yuramiz do'stlar. Eng yomoni shu ekan. Ovqat muammosini hal qilish kerak do'stlar. Ovqat muammosi juda ham o'lib qoldik, ko'rdilaring. Do'stlar, bu yerda qovoq turibdi-da. Bu tarafdamikina qishloq, bu tarafdami? Bu tarafda bo'lishi ham mumkin. Shu tarafda bo'lishi ham mumkin do'stlar. Qovoq bu tarafda turib, bu taraf kenglik. Bu taraf kenglik do'stlar. Demak, bu tarafda. Bu tarafda qishloq bor do'stlar. Bu tarafda aniq qishloq. Voy, ana do'stlar. Voy, do'ling. Mana shu xayror. Onasini emsin. Bu yaramas. Voy, onasini emsin. O'lib qoldi do'stlar. Yaramas shatta yuribdi do'stlar. Yaramas shatta yuribdi. Kirish tepaga blok qo'yib chiqib olamiz. Mana bu tarafda yuradi. Adashmasam mana bu tarafda yuradi. Qo'rqib ketdim. Pastda yurgan ekan. Sal qo'zg'aldi. O'ldik ham, o'lib qolamiz demoqchi edim. O'ldik. Mana bu tarafda yuribdi, yaramas.
Bexosdan loyning yonida turgan ekan do'stlar, loyning yonida.